Men sizni maktab vaqtidan beri ko'rganim yo'q. Oxiri o'z ishingni topibsan-da. Ha, adabiyot senga kerak bo'lmabdi-da. Ha, yaxshi ko'rgan o'quvchimga uchrabman. Sinfdan sinfga qoldirib olgan o'quvchingizmi? Keyin o'tmishni eslamaylik. Xo'p, mayli. Hujjatlaringizni taqdim eding. Uyda qolib ketibdi. Uyda? Boshingizni uyda qoldirib kelmaganmisiz, mabodo? Boshingiz qolib ketmabdimi? Aptechkangiz bormi? Uyam uyda qolib ketibdi. Nega kulmayapsiz a? Davay hammaga aytib bering, hamma birga kulsin. Voy, Oybek. Nima Oybek? Между прочим, 29 yildan beri Oybekman. Bo'ldi, davay, mashina shtraf plashadkaga ketadi. Kelmasanga pul beraman. Yangi jezel sotib olasan. Ha, hali shunaqami, ustoz? Keling, ustoz, men sizga bitta hikoyani aytib beraman. Bir marta 9-sinfda imtihonda bitta o'quvchi o'qituvchisiga pul taklif qilgandi. U bo'lsa bu pullarni olmagandi. Shunday ekan, eshitib oling ustoz. Men unaqalardan emasman.